Qayerdadir oq diska ko'rib qoldinglarmi? Demak, buni kapotini ostida maksimalniy turbina turadi, minimalniy просто pavk o'zi bilan jihozlangan bo'ladi. Dvigatel 1.8 объем ekan. Bu yoqda customli receiver, customli suruvchi kollektor, chiquvchi kollektor. Stage 4 mashina, turbinalari turibdi. Blow, Swissgate yoqqan tomonlardan bittasi mashinani motor korobkasi podramnikka o'tirgan ekan. Bu yoqda salon bilan tanishtiraman. Samarqandda mana nomerni ko'rsanglar, примерно tushuninglarki, o'sha mashina mana shu. Xo'p. Bu yoqda AM metanol, bu yoqda oil press, moye davleniyasi, turbo. Bu turbinani busti, bu головkadan yonib chiqqan gazni harorati, bu suvni harorati. Mashinani ko'ramiz. Gap yo'q deymiz, nima deymiz? Ushbu mashina Protuningda stend bor bilasizlar, stendga qo'yilgan va 1.2 nadifda 325 ta ot kuchi chiqqan ekan. Hozirda bu motor, korobka, kapot osti darabotga jarayonda ekan. Nima deymiz? Bu mashinaga agarda xudo xolasa poygalar bo'lib qolsa, omad tilab qolamiz.